Afiyet müşavki oldum gece. Hop. Hop. Brali. Ovqatdan tualetlarni qumla kecha nima aytgan kartani berdi-ku, ana 300 ming tushdi keyin choldan. Og'aynim kartang bormi? Tashab turib yechib ol, ishxonani tashab yuborishadi. O'shanga 300 ming tushdi. Keyin yechib nima qilib berdi? Kartani berib turib ishlatganiga sigaret olib berdi. Hop. Hop. Hozir 8 yana nimaga o'tishim kerak? Kapitsizga. Ana o'sha nima dorisini olaman. 38 ming. Shuni keyin shashiqqa nimani? Kichkina hali bu bir oylik o'shanga ovqatlaymaydi. Bunga faqat tovuqni yuragi, nima, jigarlari bor-ku, o'shanga 10 ming bersa 2 kosada keladigan hisob beradi. Xalling qo'yib qo'yib pishirib berib turishim kerak. Qatu yashaga qatu oluvdim. Kechqurun senga SMS keladi-yu kartangdan. Kechqurun kelgani qatu oldim. Egasiga telefon qilib ovqat yemayapti desam, kichkina bu yemaydi unaqa video ovqatlarni. Qatu yaxshi ko'radi. Borib qatu olib keldim. Oxiri yedi, suv ichib qatu yeb. Tovuqni pishirib berdim, borib tovuq olib kelaman. Nimaga? Paytligiga nimaga chiqib keldik, kapilcha chiqib kelib.